Bugün O'zbekistonning eng katta bayrog'i ilm, fan, ta'lim, raqamli ekonomika va IT startup programmasida SNG mamlakatlar ichida eng kuchli mamlakatlar qatoriga kirdi. Ana o'tgan kuni boshlangan investitsiyalar forumida birinchi kun o'zim qatnashdim, keyin to'g'ri keldi. Va eng muhimi bugün barcha sharoitlar xususiy sektorga ham berildi. Bu juda katta mamlakatning yutug'i, boyligi, raqobat bor joyda kuchli ilm bo'ladi, raqobat bor joyda ta'lim bo'ladi, tarbiya bo'ladi, axloq, ma'naviyat, ma'rifat shakllanadi. Bugün 3 yil to'libdi, lekin nazarimda Odilskul 30 yillik bir natijaga erishganga o'xshaydi. Kelinglar, Odilskulning tashkilotchilariga mard bo'lib, matonat, jasorat bo'lib, qo'rqmasdan, chunki o'zim ham biznesmen bo'lganim uchun 92-yildan buyon hamma ham xususiy sektorni boshqarish qobiliyati, ilmi, matonat, halolligi bo'lmaydi. Shu birinchi qarsakni muhtaram prezidentimizga qarsak chalsak arziydi. Allah bergan ne'mat. Bu prezidentni butun dunyo tan oldi. 18-kuni mana tug'ilgan kuni dunyo chempionatiga chiqdi. To'g'ri bitta gol, ammo bitta gol 34 yillik muvaffaqiyat va SNG mamlakatlar ichida haqiqiy lider bo'lib chiqdi. Bolalarimiz sport qilib berdi. Ana shuning natijasi mana bugun matematika school maktabining diplomatlarini ertaga Oxford universiteti, Shved universiteti, Kanada, Amerika, Angliya universitetlarida ko'rish bizga nasib qilsin. Chunki qonimizda bor, jonimizda bor, irsiyatimizda bor. Beruniy buning faqat geodeziya ishlari bilan emas, matematika asos bo'lgan. Al-Xorazmiy algebraning otasi bo'lgan. Sifr, ya'ni nolni birga aylantirgan, matematik mantiqni dunyoga keltirgan kuchli olimlar. Meditsina sohasini olaylik, Avicenna. Aytaylik, Umar Hayyom shoir bo'lgan emas, u ham tibbiyotchi bo'lgan. Bugun O'zbekistonning ikkita sivilizatsiyasi mukammal aynan asosda matematik mantiq borligining natijasi. Bugün aynan matematika maktabini hozir bunda ko'rib sifrlarni ko'zimga yosh kelib ketdi. Nega? O'zim ham qorako'llik bo'lganim uchun, kindim onam qorako'lda bo'lganim uchun, jonim, jahonim, onalarim, otalarim, 8 ta akam, 2 ta opamning qabri bo'lganim uchun va bugun qorako'lliklar haqiqatdan ham dunyo standart miqyosdagi intellektual kapitalga ega bo'lgan muhim vositaga aylandi. Shuning uchun o'ylaymanki, o'g'lim bu yoqqa keling. Men o'g'limni ertaga vazir ko'raman, senat ko'raman. Haqiqatda bo'ladi ham. Ehtiyot bo'linglar, senat bo'lib, vazir bo'lgandan keyin maktab qayerdadir. Shuning uchun ham vazir bo'lsinlar, ham senat, ham maktab direktori bo'lib qolaversinlar. Shuning uchun bugun onalarning orzusi, umidi juda ham mukammal. Hatta dadam rahmatli bitta so'zni aytardilar. Xonim 12 ta farzand, 11 da bir tarafga, ana shu bir tarafga. Unga bekordan bekorga aql malikasi deb chaqirmayapman. Bekorga tumoriy deb chaqirmayapman. So'z kuch ekan. So'z juda qiymat ekan. Nechta farzand lekin aqlman. Ana shu aql malika degan so'zlarning o'zi meni majburiyatga, mas'uliyatga, javobgarlikka tortdi. Va ana shu javobgarlikda aynan ana shu maktabning tashkil qilinishi 3-yil, birpasda 3 yil bo'ldi. Ammo muvaffaqiyatlar yuqori darajada. Bitta narsani alohida aytishim kerak. Hadim shu so'zimni muhtaram prezidentimiz juda qadrlar ekanlar. Men o'zi geosiyosatchi bo'lganim uchun, men faqat faylasuf, politolog, yuristman, geosiyosatchiman. Bekorga Oxford universitetida 11 yil, 11 oy stajirovkali Sovetlar birligida edi. Ko'z oldingizga keltiring, Sovetlar birligida hali 4-kurs talabasi edim. Nima demoqchiman? Bugun urush, tinchlik, ikkita kema, ikkita ko'prik bor. Lekin muhtaram prezidentimiz hamisha bitta so'zni olayaptilar. Dunyoda tinchlik, xotirjamlik
va ta'lim, bilim, ilm uning asosiy quroli deb. Darhaqiqat shunday ekan, biz o'zbekistonliklar 38 milliondan ortiq 40 millionga yaqinlashdik. Men ishamamda, chunki men xalqda ishlab yurganim uchun, o'sish, irsiyat, rivojlanish, genetikani ko'rayotganim uchun bir yilda 957 ta bola, 1 millionga yaqin bola tug'ilgani uchun va beixtiyor hozir ko'rdim, o'zim ham genderolog bo'lganim uchun qizlarimizdan ham ilgarilab ketgan bor ekan matematika maktabida. Shu uchun kelinglar, onalarga qarsak chalaylik. Juda kuchli 3 marta o'lim ko'rganim uchun oxirgi 7 kun koma, shuning uchun ovozim yetadi. Nega onalar deyman? Agar vatan onasi kuchli bo'lsa, vatan onasi axloqan pok bo'lsa, vatan onasi ilmga, bilimga investitsiyalar qo'ysa, u mamlakatni hech kim mag'lub qila olmaydi. Kelinglar, otalarga qarsak chalaylik. Ota uyda haqiqatda ham general bo'lib turmasa, stolga urib, yo'q bolam, darsingni qilgin. Pivo festivaliga bormaysan. Bu bizning milliy an'anamizga to'g'ri kelmaydi. Bizning qadriyatimizga to'g'ri kelmaydi. Bizning qadriyatimiz non bayrami, maqom bayrami, matematika, fizika, biologiya, tibbiyot bayramlari bo'lsin, raqs bayramlari bo'lsin, ammo pivo bayramlari nima? Bo'lmaydi, bormaysan deydigan otalar O'zbekiston hech kimga bermaymiz sen